Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugungi kun mana o'tdi, Xudo xolasa. Biz bugun bir kataya so'ydi, shuni izohlasizlarga elini tashab qo'ydik. Katayimiz uzunligi 240 sm bo'ldi. 80 sm-dan bo'g'ildi. Qolgan 160 sm-ni oshga qo'yib qo'ydik. Ikkita eshigi bo'ldi. Niyatdan bir-biriga o'tgani, ertadan keyin nima qilgan bo'lsa deb matn eshikcha qo'yib qo'ydik. Hozir eshikcha ochilmas ekanda, karmoshga chiqmagan uchun. Mana shu yerda ular ochilmoqchi joyda eshikcha bor. Vaqti kelsa ko'tarib uni yelib qo'yiladi. Shu bilan nariyoqqa o'tib turaveradi, to'g'ri zaril bo'lsa. Общий xona bo'laveradi. Bitta kurkni to'g'ri bolasi bilan ajratgani ham yaxshi bo'ldi. Karmoshga ham joy katta qilmadik, kichikroq qildikki, to'g'ri kallasi sig'agan darajada. Don deydi, oyog'ini qo'yolmaydigan qilib sharoit qildik. Ne bunimiz yer katay bo'ldi. Bitta akamiz maxsus zakaz qiluvdi. Yer katay qilib bergan. Sizda yuraveramiz, tayini to'pon tashab qo'ysak turaveradi dedi. Bo'ldi akada. Ko'rkamiz o'lchishda atrofini 100% fanerdan qildik. Eshiklari ikkitadan bo'ldi. Setkani qalinidan qo'yildi. Ruchkasi ham yo'g'i bor, mavjud. Va eshigi ham ikkita bo'ldi. Kecha endi qolganlar kataylar obzor qilaysam, ular sotilib ketdi kechagi ko'rganlarimiz. Narxiga kelsak 8000 so'm kami bor. Manzilimiz o'sha Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Toshkent tuman Shabbod +2 93 516 31 telefon raqamimiz. Eni chiydiganlariga eni 1 metr, bo'yi 1 metr. Bemalol xo'rozmi, to'g'rimi, kallasi tegmaydigan qo'naqlar o'rnatilgan yashigi bor. Sog' bo'lasizlar.